Merkuriy Quyosh tizimimizdagi birinchi va unga eng yaqin sayyora. Uning bir yilatiga 88 yer kuniga teng. Chunki u 47,4 km taqsim sekund tezlik bilan Quyosh atrofida aylanuvchi eng tez sayyora. Merkuriyning bir kuni 59 yer kuniga teng. Hatto shunday holat bo'ladiki, u orbitasini 2 marta aylanganda o'z o'qi atrofida 3 marta aylangan bo'ladi. Merkuriyning tabiiy yo'ldoshlari yo'q. Ko'pchilik uni tosh sayyora deb o'ylaydi, lekin aslida u 70% temir va 30% silikat toshlardan iborat. Shuning uchun u Yerdan keyingi eng zid sayyora, zichligi 5,43 gram taqsim santimetr kub. Eng ajablanarlisi, Merkuriyning yadrosi shunchalik kattaki, sayyora radiusining 85%ni, massasini esa 70%ni egallaydi. Lekin o'zi juda kichik sayyora. Hajm bo'yicha hatto Ganymede va Titan, ya'ni Yupiter va Saturnning eng katta yo'ldoshlaridan ham kichik. Atmosferasi deyarli yo'q. Shuning uchun unda yashash imkonsiz. Ya'ni issiqlikni o'zi saqlab qola olmaydi. Quyoshga qaragan tomoni 460 gradus issiq, qarama-qarshi tomoni esa -180 gradus sovuq. Sayyoraning magnit maydoni Yernikidan 100 marta kuchsiz. Shu bois Merkuriyni Quyosh radiatsiyasidan himoya qila olmaydi. Va yana bir qiziq hodisa, Quyosh shamoli kuchli urilgan Merkuriy yuzasidagi moddalar kosmosga uchib ketadi. Shu sabab ba'zan kosmosda o'zidan kamaytarak dum qoldiradi.